Assalamu alaikum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dünya Uyg'ur Qurultayı To'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 12 oyning 22 kuni chorshanba. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari va g'arb matbuotlari yana 42 kundan keyin Beyjingda boshlanadigan qishloq olimpik musobaqasini umumyuzlik yoki diplomatik boyqut qilish masalasining kishilik huquq, demokratiya ham g'arb qimmat qarashi nuqtasidan g'arb davlatlari duch kelayotgan og'ir sinoq bo'layotganligini ilgari surishmoqda. Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Litva, Belgiya, Avstriya qatorliq davlatlar 2022 yillik Beyjing qishloq olimpik musobaqasini diplomatik boyqut qilgan yoki turli sabablar bilan bu musobaqaga davlat rahbarlarini qatnashtirmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, yana nurg'un davlatlar aniq pozitsiya bildirishdan o'zini qochirayotgan yoki tavrinish ichida qolgan bir vaziyatda turmoqda. Mushunda xalqliq bir paytda Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi 21 dekabr kuni Qurultayning Facebook sahifasi va boshqa ijtimoiy taratqular orqali maxsus videolik chaqiriq e'lon qilib, butun dunyo miqyosida 2022 yillik Beyjing qishloq olimpik musobaqasini umumyuzlik boyqut qilish tashabbusini yana bir qaytim o'ttirg'a qo'ydi. U so'zida har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlarini va Uyg'ur jamoatini 2022 yil 1-oyning 4-kuni barliq davlatlardagi olimpik komitetlarining oldida va hukumat binolarining oldida keng ko'lamli namoyish uyushtirib, olimpik musobaqasini boyqut qilish uchun yana bir qaytim texmo kuchli besim shakllantirishga chaqirdi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar ve şundaqla her qaysi devletlerde aktif faaliyet yaptırıyotgan bütün teşkilat rehberleri, teşkilat xadimleri. Hemmimizden ciddi dikkat itibarını qo'zg'atgan bir mesele var. U bo'lsa-mu 2022 yıllık Beijing Olimpikni boykot qilish. O'tgan 1,5 yildan buyon Sharq Turkiston tashkilotlari, Uyg'ur tashkilotlari, Tibet, Hong Kong, Tayvan tashkilotlari va shundaqli boshqa xalqaro tashkilotlardan shakllangan bir hamkorlik guruhi dunyoning hamma joylarida Beijing qishloq olimpikni boykot qilish uchun nurg'unlagan harakatlarni olib borgan bo'lsa-mu, ammo Olimpik komiteti Beijingda bu qishloq olimpikni o'tkazish fikridan voz kechmadi. Bu tashkilotlarni Uyg'urlar bo'lsin, boshqa millatlar bo'lsin, boshqa xalqaro tashkilotlar bo'lsin, bunga qarshi xalqaro matbuotlar bilan hamkorlashib bu faoliyatimizni davom qildirib keldik. Natijada bir qism ijobiy natijalarni ko'rdik. 7 davlat bu Beijing olimpikni diplomatik boykot qilganligini jakarladi. Dunyoda 200'e yakın devlet var. Nurgulgan devletler yani sıkıştırıyordu. Bulunma demokratik devletler tekçe bunun da karar verenmey işkin işite. Şununla bunda bir olimpik ötesi 1,5 ay vaxtlagan bir vaktimizde bütün Uygurlar ciddi hareket gelip kolumuzdan gelgen en ağır tirişçalıklarını zürriyet buldu. Bu 200'ün artık bu olimpikni boykot qilish, olimpikni to'xtatish uchun harakat qilayotgan Uyghur, Tibet, Hong Kong, Tayvan tashkilotlari va boshqa xalqaro tashkilotlarni tashkil topgan bu guruh 1-oyning 4-kunisi har qaysi davlatlarda, ya'ni diplomatik boykot qilmagan davlatlarning tashqi ishlar ministri, hukumat bosh ministrlarining ishxonasining oldida keng ko'lamli bir namoyish o'rinlashtirish chaqirig'ini e'lon qildi. Bu chaqiriqqa bütün dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urlar tashkilotlarimiz ciddi ovoz qo'shishimiz kerak. Bu eng oxirgi bir qatimliq bizning harakat qilishimiz. Belki bu hareketlerimiz, bu faaliyetlerimiz neticesinde bir qancha davlat bu olimpikni eng az bo'lgan chaqdimi diplomatik boykot qilishga ovoz qo'shsa, bu bir g'alaba. Shuningga biz Germaniyada 1-oyning 3-kunisi kechida yo'lga chiqib, Berlinda berib, u yoqda Germaniya tashqi ishlar ministrining oldida Germaniya hukumatini bu Beijing olimpikni diplomatik boykot qilishga besim qilmoqchi. Shunga o'xshash boshqa demokratik davlatlar, Yevropada, boshqa Avstraliya, Yaponiya va boshqa davlatlarda, Shimoliy Amerika bu davlatlarda o'xshashli 1-oyning 4-kunisi Beijing qishloq olimpikiga qarshi birlashma namoyish o'tkazish zarur bo'lib o'tirib chiqdi. Diplomatik boykot qilgan Amerika, Kanada va boshqa davlatlarga, Yaponiya qatorliq davlatlarda bu namoyish şu devletlerinin Milli Olimpik Komitesi'nin aldığı verildi. Diplomatik boykot qilmagan devletlerde şu devletlerinin hükümet ve yoki tashqi ishlar ministrligining binosining aldığı verildi. Şunun biz en ahir qatim bütün vatandaşlar bir gayretga kelib, bu 1-oyning 4-dagi namoyishga aktif ishtirok qiladi. Belki bu gayretlerimiz netijaga erishib qilishimiz mumkin. Bu yerda men hammanglarning yangi yilni qizg'in tabriklayman. Shuningdan birga
yeni yıl kiriş bilen tuncu okumuzni muş Beijing kışlık olimpiyatını boykot qilishdan başlaydı. Bu hareketimiz bir netice verip kala hemmenlarga salam ve hürmet. Xitoy hökuməti 21 dekabr Amerikaning diniy erkinlik ishlariga mas'ul 4 nafar amaldorga embargo qo'yganligini e'lon qilgan. Bu Xitoy hökumətining Amerikaning buningdan 2 hafta avval Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarata yurgizgan embargosiga qarshi 3 ilish xarakterlik jazo tadbiri ishgan. Amerika hökuməti buningdan 2 hafta ilgari atalmış Uyg'ur avtonom rayonining muvaqqat raisi Erkin Tunyaz, sobiq raisi Shuhrat Zakir, Xitoy markaziy Xinjiang xizmati rahbarlik ishxonasining muavin direktori Shu Lianshini o'z ichiga olgan 4 nafar Xitoy amaldoriga embargo qo'ygan edi. Amerika Moliya Ministrligi ularning vazifadagi mezgilida atalmış Xinjiangdagi Uyg'urlarni asos qilgan 1 milliondan ortiq musulmon etnik asalliq millat a'zolarini tutqun qilish qilmishidan mas'uliyati borligini bildirgan edi. Biroq Beijing doiralari 21 dekabr kuni Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi, muavin raisi va 2 nafar komissarga embargo qo'yganligini e'lon qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijianning muxbirlarga aytishicha, Amerika diniy erkinlik komitetining raisi Nidin Mianzi, muavin raisi Nuri Turkel va komissarlardan Anurima Bargova, James Carr qatorliqlarning Xitoy cho'ng quruqligi, Hong Kong, Makauga kirishi cheklanib, ularning Xitoydagi mol-mulki to'nitiladi ekan. Ularning Xitoy fuqarolari ham shirkatlari bilan savdo qilishi ma'ni qilinadi ekan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti partiyalar hal qilgan mustaqil diniy erkinlikni kuzatish organi bo'lib, u Amerika davlat majlisi va hukumatiga maslahat berish, uning siyosat tuzishiga yordam berish organidir. Kuzatuvchilarning aytishicha, Xitoyning Amerikadagi ma'muriy funksiyasi bo'lmagan bu organni nishonga ilishi hech qanday amaliy ahamiyati bo'lmagan bir simvollik o'ch ilish urinishi ishkan. Bu Xitoyning Xalqaro diniy erkinlik komitetini tunji qitim nishonga ilishi emas. Xitoy bu yil 5-oyda mazkur komitetning sobiq komissari Johnny Moorga embargo qo'ygan. Bu komitet Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishi, davlat majlisining Uyg'urlarga aloqador qonunlarni chiqarishi, Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishni qo'llab kelgan edi. Shu kunning o'zida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti mazkur jazo tadbiri haqida bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining bu qilmishini keskin aybladi. Komitet raisi Nidin Mianzi xonim bu vaqtda to'xtalib, Xitoy hukumatining atalmış Xinjiangda Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan qirg'inchiligi va diniy e'tiqod erkinligini dafsanda qilishini diqqatga olganimizda, ularning bu xil asossiz jazo e'lon qilishidan hayronmi qolmaymiz dedi. Muavin rais Nuri Turkel bo'lsa, bu Xitoy hukumatining qirg'inchilikka qarshi o'rnidan dast turgan xalqaro jamoatga qarshi chiqishidan boshqa narsa emas. Ular hadisa xalqaro jamoatni Xitoyning ichki ishiga aralashmaslikka da'vat qiladi. Holbuki qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat hech qachon ichki ish bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Komitet raisi Nidin Mianzi xonim mushu jazo tadbirining o'zi amaliyotda o'zlari qilayotgan xizmatning bakmo unumli bo'lganligidan berilgan bishorat ekanligini iftixorlik ichida tilga ilib mundoq dedi. Bu qitimliq jazo o'z navbatida bizning xizmatlarimizga, shuningdek Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilik haqida jaranglik so'z qilganligimizga qaytarilgan inkosdir. Biz Amerika hukumatining Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishiga bek ko'p tavsiyalarni yo'llagan edik. Uyg'ur majburiy amgikini cheklash qonunining ma'qullanishiga biz zo'r kuch chiqargan edik. Bu xildagi ko'plagan tavsiyalarimizni Amerika davlat majlisi va Oqsaroy qabul qilgan edi. Ro'shanki, bularning hammasi Beijing doiralarining quyuq chochlarini tik turg'izayotgan ishlar edi. Xitoy hukumatining bu qitimqi jazo tadbiri har qaysi cho'ng axborot vositalarida bas-basda xabar qilingan bo'lib, bir qism analizchilar bu hol texmi ko'p kishilarning Xitoy hukumatining mohiyatini tushunib olishiga yo'l ochdi deb qarmoqda ishgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 21 dekabr doklad e'lon qilib, CGTN, ya'ni Xitoy yer shari televiziya to'rining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini oqlashda ochiqlik rol o'ynaganligini hujjatlashtirgan. Yangi Uyg'urlar bilan tanishish, CGTNning axborotdagi oqlashda o'ynagan roli nomli dokladda aytilishicha, 2017-yil Sharq Turkistonda cho'ng tutqun boshlangandan buyon Xitoy partiya va hukumat organlari Sharq Turkistonda qayta tarbiyalangan va ideologiyasi tuzitilgan atalmış yangi Uyg'urlarni shakllantirgan. CGTN bo'lsa dunyo jamoatchiligiga Uyg'urlar va Sharq Turkistonning qayta tarbiya orqali siyosiy soplikqa erishganligini, hozir bu rayonning madaniyat, sayohati va iqtisodiy qurilishga ochiq ekanligini tashviq qilishda yadroliq rol o'ynab kelgan. Dokladda aytilishicha, ular CGTNning 2017-yildan 2020-yilgacha bo'lgan oraliqdagi programma tekstlarini analiz qilib, uning bu jihatda qanday rol o'ynaganligini paketli holda sharhlagan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mushu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida CGTN, Xinhua agentligi, Jongo gazeti qatorli Xitoy axborotlarining reallikni burmilishi, ularni keng ko'lamli tashviqot harakatining gumashtilariga aylantirganligini, shunga CGTNning har qanday bir xalqaro taratquning sheriki bo'lishdan cheklanishi kerakligi ta'kidlangan.
Bayonotda ta'kidlanishicha, CGTNning tashviqot harakatidagi roli aniq bo'lib, u Uyg'urlarning hayotiga oid saxta surat va rasmlarni tarqatishga kuchab ishlamoqda ekan. Bayonotda shundaqdimi nurg'un chet el taratqullarining yanada CGTN bilan kelishim tuzib, uning mazmunlarini ishlatishiga ishongusi kelmaydiganligi ta'kidlangan. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati sababidan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar bilan birga muhojiratdagi Uyg'urlarning mislsiz ruhiy besimlarga duchor bo'layotganligi ma'lum. Shu sababdan bu muhim bir masalaga aylanib, muhojiratdagi Uyg'urlarning ruhiy sog'lomlik masalasiga diqqat tortish va ularga yordam qilish maqsadida ba'zi tirishchiliklar ko'rsatilishga boshlagan. Germaniya Myunxen Universiteti va Amerikadagi New York Uptown tibbiy universitetining psixika ilmi bo'yicha professori Thomas Schultz apandi mushu tirishchiliklarga yetakchilik qilayotgan shaxslarning biri bo'lib, Thomas Schultz apandi Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishi bilan dastlabki qadamda Germaniyaning Myunxen shahridagi bir turkum Uyg'urlarga ruhiy sog'lomlik haqida leksiya bergan edi. Oldingi kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining maxsus ziyoratini qabul qilgan Thomas Schultz apandi o'zining bundan keyin yana ruhiy sog'lomlik masalasida chet ellardagi Uyg'urlarga yordam berish harakatini izchil davomlashtiradiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Men Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning ahvolini yaqindan biladigan biri bo'lib suhbatim bilan Uyg'urlar uchun bir ish qilishni o'yladim va Dolqin Aysa apandiga Uyg'urlarga psixikalik yordam qilish o'yin borligini aytdim. Mening planim chet ellardagi. Jumladan men o'zim hozir Germaniyada yashayotganligim uchun Germaniyadagi Uyg'urlar bilan so'zlashib, ularning qanday ruhiy yordamga ehtiyoji borligini tepib chiqish va bu orqali ularga yordam beradigan psixika doktorlari to'g'ri shakllantirishdan iborat. Birinchi qadamda men 2 oy avval Myunxenda yashaydigan 30 dak Uyg'ur bilan so'zlashdim. Yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik sababidan beshiga kelgan qiyin kunlarni anglab chiqdim. Hamda ikkinchi qadamda men bir yuri savollarni hozirlab chiqib, belgilangan kishilar bilan ko'rishman va butkul Uyg'ur jamoatining ehtiyojini belgilab chiqaman. Oxirida konkret bir davolash programmasi tuzib chiqishni planlayapman. Thomas Schultz apandi o'zining bu xil yordam harakatini har qaysi ellardagi Uyg'urlar orasida kengaytirish planining borligini ta'kidlab mundaq dedi. Amerikadagi Uyg'ur sog'lomlik tashabbusi deydigan bir harakat boshlanganligini bilaman. Men doktor Mehmet Emin bilan so'zlashdim. Biz bu masalada davomli fikr almashtirib, tajribalarni to'plab va birlashtirib, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga mos keladigan davolash programmasini shakllantirib chiqarsak, bu texmo yaxshi bo'ladi. Muhim bo'lgani bu masalaga diqqat tortishdir. Hamma odam irqiy qirg'inchilikni biladi, ammo uning uzun muddatli ta'siri to'g'risida ko'p o'ylashmaydi. Men nurg'un Uyg'urlar bilan so'zlashdim. Qarasangiz, ular normal hayot kechirayotgan odamlar, ammo hammasining dardi ichiga yoshiringan. Muhim bo'lgani buni bayqash va psixikalik yordam olishni qaror qilishdir. Albatta biz buningga sabab bo'layotgan omillarni o'ngishmaymiz. Ammo sizga qanday qilib bu dard alam bilan yuzlashish va uningga taqobil turishni o'rgatamiz. Thomas Schultz apandi bu harakatni boshlashidagi asosli maqsadi haqida to'xtalib mundaq dedi. Biri Uyg'urlarga yordam qilishdir. Ya'ni men Uyg'urlarga psixik jihatdan yordam qilishni xohlayman. Ikkinchi sababi bo'lsa, men bu orqali fan texnika sohasini yoki bu tibbiy sohani Sharq Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan bu vahshiyliklardan xabardor qilish. Uyg'urlarga keltirgan ruhiy ziyonkashliklarni xabardor qilishni o'ylayman. Chunki bu kishilar buningdan xabardor bo'lganda, uning ta'siri boshqacha bo'ladi. Balki ular siyosatchilarga ta'sir ko'rsatishi va ularning harakatga o'tishiga sababchi bo'lishi mumkin. Sharq Turkistonda 2017-yildagi cho'ng tutqundan boshlab Uyg'ur navoiylarini non ishlab chiqarish bog'ichisi degan nomdagi Xitoy shirkatlarining cho'ng tipliq navoiychilik korxonalariga yig'ib olgan Xitoy doiralari Uyg'ur navoiychiligini Xitoy bozorini non bilan ta'minlash manbasiga aylantirishning piyiga tushgan. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha navbatda Qashqarning o'zdili viloyat darajalik 2 non ishlab chiqarish bazasi, Nahiya shahar darajalik 14 non ishlab chiqarish bog'ichisi qurilgan. Kishilik huquq tashkilotlarining aytishicha 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda Sharq Turkistondagi burun erkin navoiychilik qiladigan mustaqil kasblar kasbiy mahorat o'rgatish nomida yig'ib olib, Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi bu xil non ishlab chiqarish bozorida majburiy emgak silinmoqda ekan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning bu orqali Uyg'urlarning mazkur mustaqil hunar kasbini vayron qilganligini bildirmoqda. Atalmish Şinjan gazetining oshkorlashicha navbatda Qashqar viloyatidagi non ishlab chiqarish bog'ichisi nomidagi bu xil non bozorlarida 50,100 odam ishlaydi ekan. Atalmish Şinjan gazetining 21-dekabr kunidagi xabarda bu non bozorining texmo ko'p Xitoy shirkatlarining diqqatini qo'zg'ayotganligi. Yaqinda Guangxi Liuzhoudagi bir qululi talqini shirkatining aloyidan Qashqarga kelib, Qashqar iqtisodiy ichivitish rayonidagi bir non ishlab chiqarish bazasi bilan qululi talqinni qanday birlashtirish, Uyg'ur nonlarining saqlanish vaqtini qanday uzartish to'g'risida hamkorlik to'xtami imzolaganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha navbatda Qashqardagi non ishlab chiqarish bazalarida 13,320 tonner bor bo'lib, bu non bazalarini 55 shirkat kontrol qiladi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar,
Yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultayı to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rish yomon bo'lg'aysida. Xayr xo'sh.